22-yili Ekaterinni uy olganmiz. To'liq pullarini to'laganmiz. Mana 22-yil bo'lsa 26-yil 4,5 ming bo'lyapti. Hech qanday natija yo'q. Lekin pul olganlar mazza qilib, o'ynab, kulib, advokatlar olib yuribdi. Bizlar uni qiynab yiqqanmiz. Bolalarimizga shu yashasın, bitta uy qilaylik deb qiynalganimizda, lekin hech qanday natija yo'q. Faqat sud yurib charchab ketdik. Pul olganlar mazza qilib yuribdi. Assalomu alaykum. 2022-yildan beri Ekadrimdan жилой kompleksdan uy olgandik. Mana 2026-yil o'tdiki, 4 yildan beri sarson sargardon bo'lib yuribmiz. Iltimos sizlardan uyimizni tezroq qaytarishi yoki uyimizga tezroq bitkazib berishi istab qolamiz. 4,5 yil, 5 yil kutish biza xohlamaymiz. Uje aldaverib jonga tegdi. Bormagan joyimiz qolmadi. Glamour Gold'dan 2021-yil 1 martda xonalik kvartiraga dogovor qildim. Haligacha mana tayyor bo'lmadi. Glamour Gold'ga Ekateringa reklama bo'yicha kelib 5-iyul 2021-yilda ikkita uyga pul to'lab, mana haligacha ololmaymiz. Sudga sarson bo'lib kelib yuribmiz. Kutyapmiz. Xudo xolisa yaxshi xabar eshitishib kutyapmiz. Adolatli xabar kutyapmiz. 5 yildan beri kutamiz. Hali eshigi yo'q deydi, hali anaqa yer qimirlashga tekshirish dedi. Rosa cho'zib mana 5 yilda sud yurimiz sarson bo'lib, o'shanga iltimos yordam qilib, adolatli hal qilib berishligini kutyapmiz. Sud cho'zilib anaqa qilyapti. Hali oxiriga kelmadik. O'shanga kutyapmiz, yaxshiligi bilan tamom bo'lsin. 5 yildan beri kutamiz. O'g'limni ham o'ylantira olmaydi, uy yo'q, sarson bo'lib yuribman. 2021-yil Glamour Gold'dan uy olganmiz. 6 oy muddatga pul topshirish shartnomasi bilan. Ona sarson biz 5 yildan beri ijarada yashaymiz. Kutamiz aniq natija chiqishini. Pulini xalq bankiga to'langan, 100% to'langan. Natijasini kutibmiz. Bo'lmasa prezidentimizga chiqishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hurmatli prezident, biz 2022-yil 13-avgust kuni uyga to'lov qilganmiz. Mana bugun 2026-yil 14-iyul. Bizlar mana shu vaqtgacha hali uyimizni olmadik. Mana shu Glamour Gold qurilish kompaniyasiga chora ko'rishingizni va uylarimizni berishingizni aytamiz.